Hikoya Tiwishsiz Pakit. Aptori Rena Ghopur. 4-ci qism. Möhtərəm hacimning uyigacha billa mengib, ərlər uyga kirdigan, mən yezliq hökumətə bardigan bo'lib ayrıldık. Mən izharga qarab tumshuqimni ushladim. O mutallib aka qarab etib, manga qapig'ini turib qo'ydi. Yezliq hökumətə berib, katibdən etizlarga çaçıdığan dora, o'g'itni hökumətdən bir tutash ta'minlaydiganligini bildim. Bummo yezi başlıqlarının kirim mənbəlaridan biri. Katib uqumishliq bal ekan. Meni hökumət ambiriga başlab badi. Mən qurt o'ltirish dorisiga qarsam, dal xushgul tamoqqa aralashtirgan dori ekan. Katibqa deb yezi aholilarining o'g'it va dori olgan tizimlikini topqizib, Samatning oilasini izladim. Samat qo'l qo'yib, 5-6 dora delo sodir bo'lishdan 2 kun burun elinib ekan. Katib manga yuqoridan uqtirish tushib, ashu bir necha kun etizg'i dori chechishni buyruq qilganligini aytdi. Men darhalla kimning chachqan yoki chachmag'inni qandaq biladiganligini so'rdim. Katib manga orqa saf kadrining har bir etiz beshiga berib, tekshirib tizimligini aytdi. Men katib bilan yugurgancha orqa saf bo'limiga borsak, xotirlashga mas'ul kadr ishdan tushay deb turibdi ekan. U manga tizimlikni ko'rsatdi. Samatning ismi delo yuz bergan kunning cheslasi yezig'liq turadi. Demak, shu kuni Samatning uydagilar etizg'i dori chachqan. Katibning deyishicha, bu dorini ilman suvga ma'lum birlik bilan aralashtirib eritish kerakmish. Demak, birsi yozliq oshxonadagi o'choqni ishlatib, suv isitib, dorini eritgan. Ammo dorini shu yerda qo'yib qo'ygan. Xushgul yopdan atkicha Xitoycha xat tunimg'achqa, qo'lga chiqqan xaltini elibla qozonga solgan. Ammo Xushgul oshning tuzini tetimamdi. O nemishqa yeyishnim bo'lmadi. Har holda yeb uchi azroq aytinglashdi. Yataqqa qaysam, mutallib akalamo qaytib kelib turish ekan. Ularmo xush xabar elib kepti. Möhtərəm hacim bakmi isil odam ekan. U Qur'on nazil bo'lganda hozirqidek fan texnika bo'lmagandikin, bu haqda aniq cheklim yo'qligini, ammo dinimizda haqni izlash, uningda ching turish, begunohga uval qilmaslikni nizam qiladiganini, shunga ati juma namozidan yenib, mutallib akalar bilan Samatning uyiga berib, ularga xizmat ishlashib berdiganligini aytibdi. Mening aniqlagan uchurimmo ularni xo'shal qildi. Bugun kech ishlamay dam oladigan bo'ldik. Mutallib akaning izhar ikkimizga vaqt yaratib berayotgani aniq edi. Ikkilimiz o'xshash xizmatda bo'lgan bilan doim birga turolmaydik. Attiganlari u bu o'rinlar orasida yugurib yurish, bosh ko'tarmay baholash yezish, komandirovkaga chiqish, yig'in yoki o'g'inish deb paranglashqudek vaqtimiz yo'q. Parang qilsaqmi deloning gapi. Yaxshi yeri butun qiziqishimiz o'xshaydi. Izhar kang qo'saq erkak. U meni butun kamchiligim bilan yaxshi ko'rdi. Ham ularni qabul qiladi. Ayol qonun doktor bo'lishim bilan mening nurg'un g'ayri odatlarim bor. Ammo izhar ashundaq bo'lg'achqa, siz alayda hech kimga o'xshamaydigan qiz deb menga o'zining ideyasini zo'rlab tangmaydi. Menmi uni butun hurmatim bilan yaxshi ko'raman. U kasbda va turmushda menga ulga. U aqlliq, o'ziga ishonadi, ammo hakavir emas.
Jimg'ur emas, ammo quruq parang salmaydi. Kitob xaltasi, ammo zerikishlik emas. Eng muhimi, u meni qo'g'diya oladi. U bar bo'lsa, kech-kunduz xotirjam yurayman. Ikkimiz kiyimlarimizni almashtirib, yezining chetidagi qumliqqa tutashgan yergacha mashina haydab bordik. Andin yalang oyoq qumliqning chetini bo'ylab mengib bir yerni tepib o'ltirdik. Havoning tapdi yonmagan, qumliq tehicha issiq edi. Ammo bu issiq qum badanimizga shunda xo'sh yoqdi. Siminot o'ylarda jiq o'ltirib, revmatizm bo'lib ketgan pochig'imni qumga ko'mishga boshladim. Ikkimiz uni deyishib, oxiri jasadni ochadigan ish bo'lsa, men pichoq tutadigan bo'ldim. Bu mening ikkinchi qatim menga etishim. Izhor tajribalik. U bo'lsala qo'rqmayman. U o'ng qo'limni tutib, ko'zining oldiga akilib, mushundaq nozik qo'llar asli boshqa biror ish qilsa bo'ladi, jasad parchalig'icha dedi. Men uningga yo'linib, bakmi afsus, bu qo'lning egisida so'qivatqini jasad yaxshi ko'rdigan yurak ekan dedim. U kulib ketib, "Menmi jasadmamisa?" devidi. Men darhol nazariya jihatda insonlar hammasi jasad. Faqat ba'zilari vaqtincha nafas oladi. Sizga kelsak, siz eng kelishkini, eng yiqimliqi, eng jalbkori dedim. Tong otdi. Uyg'urlar uchun ulug' bir kun juma. Әтігәлік telefon yig'indan keyin Mutallib aka bilan izhor juma namoziga masjidga mangdi. Men qurut o'ltirish dorisini elib, mashina haydab, Nay doktorxonasidagi laboratoriyaga mangdim. Laboratoriyada bir tushdan keyin ishladim. Naylik doktorxonadan yangidan o'qish bitirib kelgan magistrlik o'qigan qizdan birini yordamga o'rinlashtiribdi ekan. Dora qishlik zahar ekan, tarkibi aniqlandi. Cho'qim ko'rsatilgan o'lcham bo'yicha ishlatilishi kerak ekan. Agar xushgul bir qozon yoptanga tuzning o'rnida salsa, miqdori jonni olishga yetar ekan. Ammo xushgul tamoq assa tuzini tetimamdi. Buni xushguldan so'rashim kerak. Yeziga qaytib, Mutallib akalarning muvaffaqiyatini angladim. Demak, go'r ichiladi. Jasad elinib, mengni ochiman. Bu yezining jasad tekshirdigan tuzukroq uy yo'q. Bar sharoitdan eng cho'ng imkonchilikda foydalanishimiz kerak. O'lguchining oilasining tuyuqsiz o'zgarib qolishidan ansirab, jasad tekshirish vaqti maxfiy tutildi. Uning ustiga bu kino emasda, odamlar yig'ilib olsa, ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Shanba sahar xushgul so'roqxonaga yana ilib kelindi. Men Mutallib aka izhor uchimiz so'roqqa kirdik. Yezliq saqchixondagilarni dam ilib olsin dedik. Xushgul qadamlarini nayt avaylab dassab, xuddi chingroq dassi yerning jini chiqib ketadigandek mengib kelib o'rindiqqa joylashdi. Mutallib aka saqchiga qarab kishanni bo'shtatishni buyurdi. Xushgul kishandan bo'shagan ugunlarni asta silab harakatlantirdi. Mutallib aka so'z boshladi. Xushgul, qani, apangizning uyida kimning gapi bakrak o'tadi? Qiyin apamning. Qiynatingiz bu ahvolga rozimi? U odam g'udraydi, ammo gap o'tmaydi. Cho'ng singlimiz bilan samtaxon apsiga yon bosidi. Kichik singlimizning dadasiga ichi og'rig'ini bilan gapini apsiga o'tkazolmaydi. Amisa ig'ir ishlarni
asosan qiyin atınız qiladigan-da. Samtaxon azroq qolishatdi, ammo u nashiga amroq o'rin. Uning ustiga qiyin apam ko'ziga qalab, texmi ishqi qalashmaydigan bo'lib oldi. Etizning ishi hammasi qiyin atыңызga qapti-da. Ha, urug' selish, o'g'it to'kish, qurt o'ltirish ishlarining hammani o'zi qiladi. Suv tutqanda, o'mida samtaxon qolishidi. Dilo yuz bergan kunlarda etizga dori chechib tikansizlar, ha? Qiyin atam atdiganda dorini tangshab, eritib, samtaxonga etizga chechib deb singlisining uyiga mehmonga ketibdi. Samtaxon dorini chechib, kadrga ko'ztivitib, o'tdil Bakraxonninkiga tavkaba deb ketibdi ekan. Әмісі, дорыны ұчақ бешіда Сәмәт ұнтып қалғанма? Білмедім. Адетте қиынатам қазнақы ичіріп етті. Сіз тамақ тұз салсыңыз, тетімамсыз? Тетеймен. О күні йоптаны немішқы тетімедіңіз? Tuzni әмді селіп, iliştirib, titay deb tutsam, çoğ sınglimiz Zöraxan. Mozayni bağlap qo'ymay, inekni imuvapti, kalvaqan joq. Deb chalvaqashqa boshladi. Mozayni bağlab etib kirsam, yopdan bak qaynab ketibdi. O'tni tatib etibla, qochiligi usub, ichqib berib qolisam, 2 xalta tuz turdi. Мен Xitoychini tunimagandekkin chatqim bo'lmabdi. Angacha qochi yaga tushgan ovoz chiqdi. Qolisam 2 singlim katta og'zi ko'pak do'milig'ila turibdi. Allah kalla deb bo'lg'icha samtaxon bangni tatib, kirib, ko'ribla meni chechimdan tatib o'g'ili to'di. Xushgulning zaharlanmaganining sababi aniq bo'ldi. Endi Samatning dadisidan dorini qaznaq akirgan yoki akirmaganini bilsak bo'ladi. Men barmay qilib qoldim. Izhor chaqqonlik bilan berib so'rab keldi. Dada Samatni yig'ishtirib etishga buyurib, aldirab ketibdi ekan. Shunga qaznaq akirgan deb jazm qila olmaydi ekan. Quvanxon uyda bo'lg'achqa bu odamning gapimi gumonliq edi. Mutallib aka bilan maslahatlashib, Samatning dadisini rasmiy yo'sinda chaqirib so'roq qildik. U Quvanxondan qo'rqib, rostini deyolmaganini, u kuni dorini akirvatmayla mehmonga ketib qolganini ixro qildi. Go'rni yakshanba kuni ochdik. O kuni Nayda cho'ng bozor bo'ladi ekan. Yezi aholisi atdiganda harvullarni qetishib, Nay bozorga ko'gili kirib ketadi ekan. Shunga yezida tuzuk odam qolmaydi ekan. Yezi saqchilarga maxfiy uqtirish qilindi. Soat 9da Samatning qabri beshiga yig'ildik. 2 saqchi yerlikni ochdi. Men bir chatda o'zim bilgan duolarni o'qib turatdim. Jasad yo'galgan petila tekshirish uyiga elib ketildi. Qo'yuq dezinfeksiya suyuqligi qaplagan atmosfera. Paqrab turadigan temir karvat. Oppoq temir taxsiga qo'yilgan operatsiya pichoqlari, qisquch bolqa. Cho'ng qachiga selingan paxta daka. Jasad yo'galgan matadan chiqarildi. Jasad qurtlashqa boshlagan edi. Har bir midirlasa qurtlar to'kiladi. Agar bu tepilgan jasad bo'lsa, mushu qurtning cho'ng kichikligiga qarab, jasadning o'lgan vaqtini topqili bo'ladi. Hamma tozlanib,
jasadni tömür karvatning ustiga olgandan keyin yordamchi qonun doktori bilan saqchilar chiqib ketdi. İzhar bilan ikkimiz qoldik. Men telefonimni yangratqiga ulab, o'zim yaxshi ko'rdigan noyabr yomg'iri degan naqshini asta qo'yib qo'ydim. Jasad tekshirish jarayonida muzika anglash menga odat bo'lib qoldi. Bo'lmasa, diqqatimni yig'olmayman. Muzika ovozidala dunyoda men jasad muzikali badak bilindi. Ko'k operatsiya kiyimini oyoqdan tortib kiygan edik. Yuzimda 2 qat maska. Shundaqdimi izhor ko'zimdilla hayajonlanayotganligimni bilib oldi. U qapqini turib, beshini lingshitdi. Menmo jiddiy qiyofatga kirib, ko'z asrash ko'zoyniki taqab, jasadning beshi tarafga qo'yilgan o'rindiqqa joylashdim. Adam o'lgandan keyinmo choch, tirnoqlar o'saverdi. Jasadning chechini pokiz tushirdim. Yaxshi dezinfeksiya qilib, zaxma o'rnini rasmga oldik. Zaxma qattiq, ammo ushliq emas jismda paydo bo'lgan. Ammo teri zaxmiga uchirg'achqa, zodi qandoq nimaligini bilish uchun terini kesdim. Qon yo'q deyarlikla chiqdi. Dakida besib, surtib, zaxmini rasmga oldik. Ko'zishimizga ko'ra, zaxma yumaloq, qirlari siyliq. Men cho'moqning mumkinchiligini ko'proq deb o'ylayman. Ammo boshda isbot buyum kakining kaynini zaxmiga o'tilsam to'g'ri kelmadi. Izhor buni rasmga tortib oldi. Ondan cho'moqni o'tildim. Haqiqatan ko'z oldimda oshkora bo'ldi. Butunlay jipsilashdi. Izhor buni rasmga tortib oldi. Men boshning terisini chiroyli qilib tikib, jasad xaltisining siyirtmasini itivetdim. Mutallib aka koridordagi o'rindiqda saqlab o'ltiribdi ekan. Qo'limni yuyib, operatsiya kiyimini silivtib chiqishimga oldimga keldi. Men maskani olg'ach, cho'moq dedim. U japa tatdinglar deb qo'yib, ishxonaga kirib ketdi. Shundaq qilib, Samat oilasidagi o'lguchining ikkisi savallik bilan o'ldirilgan. Zaharlik dora ehtiyotsizlikdan tamoqqa aralashtirilgan. Birisi, ya'ni Samat Xushgulning o'zini qo'g'dinish tufayli o'lib qolgan. Savallik bilan o'lgan. Davud Xushgulga yomon niyat bo'lganlikdan Xushgulning qo'g'dinishi tufayli qansirab o'lgan. Savallik bilan o'ldirilgan. Ochiq sotqa men guvoch bo'lib chaqirildim. Xushgul jinoyatchining o'rnida turadi. Yanila beshi tuvan seliqliq. Uning advokati o'ttir yoshlardagi ayol ekan. Men qora kostyum yopki kiydim. Qora rangga boshqacha ishtiyoqim bor. Sotda men jasaddan tatgan suratlarni isbot qilib ko'rsatdim. Ayıplıgıcı teptiş taraf bilan aqlıgıcı xeyli tirkishib baxtı. Axırda 4 can savallik bilan o'ldirilgan, gumandar o'zi delo ma'lum qilgan, ifodasi yaxshi deb 23 yillik kesildi. Xushgulning ota-onasi xo'shallikdan yig'lab ketdi. Samatning apisi hammamizni qarg'ab, tillab chiqdi. Dadisi ön chiqmay qarab turadi. Xushgul elib mengilg'icha menga lappada bir qaravatdi. Agar uning turmadagi ifodasi yaxshi bo'lsa, baldur qo'yib berilishi mumkin. Ammo bu oila endi u yezida yashay olmaydi. Qonun haqiqatni asos qilgan bilan turmush undaq emas. O'limga loyiq, ammo o'lmay yaxshi yashayotganlar ko'rmang. Yaxshi kunlarga loyiq, ammo
yashash təs bo'layotganlar andın jiq. 2020 yılı 18 fevral Avstraliyaning Melbourne'da yezib tamamlandı.